Dunyoda bitta yutug'im katta, Alloh yolg'iz qo'ymagan yakka. Otamdayin mehribonginam, tug'ilgan kun muborak akam. Omon bo'lsin aziz boshingiz, halol doim yegan oshingiz, yuzlarga yetkazsin yoshingiz. Tug'ilgan kun muborak akam, tug'ilgan kun muborak, shukrona kun muborak. Akajonim mehribonim, tavallud kun muborak. Tug'ilgan kun muborak, shukrona kun muborak. Akajonim mehribonim, tavallud kun muborak. Muhabbatga mehrga boyim, yonimizda bo'ling har doim. Yuz yoshlarga kiring iloyim, tug'ilgan kun muborak akam. Omon bo'lsin aziz boshingiz, halol doim yegan oshingiz, yuzlarga yetkazsin yoshingiz. Akajon tug'ilgan kun muborak akam, tug'ilgan kun muborak, shukrona kun muborak. Akajonim mehribonim, tavallud kun muborak. Tug'ilgan kun muborak, shukrona kun muborak. Akajonim mehribonim, tavallud kun muborak. Omon bo'lsin aziz boshingiz, halol doim yegan oshingiz, yuzga yetib yursin yoshingiz. Tug'ilgan kun muborak akam, tug'ilgan kun muborak, shukrona kun muborak. Akajonim mehribonim, tavallud kun muborak. Tug'ilgan kun muborak, shukrona kun muborak. Akajonim mehribonim, tavallud kun muborak. Akajonim mehribonim, tavallud kun muborak. Tomon sochilibdi yog'dular, yorishib butun olam shu dam. Bu oqshom barcha do'stlar, mehmonlar nigohini uzmaydilar sizdan. Yuraklar ichra bir ajib tuyg'u, quvonch nur bag'ishlar ko'zlarga. Shunday omad kulsin deya mangu, sog'lik baxt tilaymiz biz sizga. Tug'ilgan kun muborak bo'lsin, muborak. Bag'ishlangay faqat sizga, dildan aytilgan har tilak. Tug'ilgan kun hayajon ila bu yurak. Chin ko'ngildan tabriklaymiz, bu bayram sizga muborak. Doim shodlikka to'lsin, mazmunli bo'lsin hayotingiz.
Qalbingizni yoshlik tark etmasin, sog'-omon bo'lsin oilangiz. Ushalsin barcha umid va orzu, hech armon ko'rmang bu dunyoda. Chetlab o'tsin o'yingizni qayg'u va baxtingiz bo'lsin ziyoda. Tug'ilgan kun muborak bo'lsin, muborak. Bag'ishlangay faqat sizga dildan aytilgan har tilak. Tug'ilgan kun hayajon ila bu yurak. Chin ko'ngildan tabriklaymiz, bu bayram sizga muborak. Tog'lardek umr tilaymiz sizga, burgutdek bo'lsin parvozingiz. Quvonib hatto kirganda yuzga, shunday nur sochsin yuzingiz. Sizga yor bo'lsin mehru muhabbat, yashasin bahor dilingizda. Baxtli yordamlar bo'ladi faqat sizning bu hayot yo'lingizda. Tug'ilgan kun muborak bo'lsin, muborak. Bag'ishlangay faqat sizga dildan aytilgan har tilak. Tug'ilgan kun hayajon ila bu yurak. Chin ko'ngildan tabriklaymiz, bu bayram sizga muborak. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mening bitta yutug'im katta, Alloh yolg'iz qo'ymagan yakka. Otamdayin mehribonginam, tug'ilgan kun muborak akam. Omon bo'lsin aziz boshingiz, halol doim yegan oshingiz. Yuzlarga yetkazsin yoshingiz. Tug'ilgan kun muborak akam. Tug'ilgan kun muborak, shukrona kun muborak. Akajonim mehribonim, tavallud kun muborak. Tug'ilgan kun muborak, shukrona kun muborak. Akajonim mehribonim, tavallud kun muborak. Muhabbatga mehrga boyim, yonimizda bo'ling har doim. Yuz yoshlarga kiring iloyim. Tug'ilgan kun muborak akam. Omon bo'lsin aziz boshingiz, halol doim yegan oshingiz. Yuzlarga yetkazsin yoshingiz. Akajon tug'ilgan kun muborak akam. Tug'ilgan kun muborak, shukrona kun muborak. Akajonim mehribonim, tavallud kun muborak. Tug'ilgan kun muborak, shukrona kun muborak. Akajonim mehribonim, tavallud kun muborak. Diqqatimizni jamlaymiz azizlar. Mana shunday koshonada chiroyli, keng, toza
tumanimizda qad ko'targan ana shu vijdon kafega xush kelibsizlar. Assalomu alaykum, qaro ko'zlar, shirin so'zlar, mahalladoshlar, to'yga kelgan yaqinlar, jigarlar, ukalar, og'alar, jiyanlar va tog'alar tinglab turgan bo'lsak ham, bemiz qo'llarimiz ko'ksimizda assalomu alaykum. Dasturxonlar tuzalib, ko'ngilga yaqin kishilar taklif etilib, ana shu duoyi fotihalar bo'lmoqda, ijobat bo'lsin deymiz. Ana bugun muborak juma kunida Ilhom akamiz Abdullayevlar xonadonida shodiyona to'y tantana. Mana akaxonimizni muborak 60 yosh yubiley to'ylariga xush kelibsizlar azizlar. 30 da aql, 40 da xosiyat deydilar. 50 erning yoshi, 60 mana bugun juda chiroyli ayyom, go'zal maskanda otaxon desak bo'ladi-da, bugundan boshlab. Endi akaxon edingiz, bugundan boshlab otaxon bo'ldingiz. Ilhom aka yoshingizga yosh qo'shilsin, xonadoningizga kelinlar kelsin, katta to'ylar bo'lsin, o'g'il uylantiring, qiz uzating, ana shu dunyoga tinchlikni, rohatini, farzandlar baxti va kamolini ko'ring deymiz. Endi davrani ochib olish uchun marhamat qilasiz, davraga kelasiz. Komila Roziq bobo, keling aziz inson, qo'limizda mikrofon, chorlar sizni suxandon. Marhamat, keling bobo. Ana shu xonadonga, dasturxon atrofida o'tirgan azizlarga. Mayli, boramiz, mayli, chiqaverasiz. Marhamat bobo. Assalomu alaykum. Bugün mana shu chiroyli qahramonga bu asosiy sababimiz hammamiz yaxshi kunda undaming vaqtdagi bilan qadar o'tibmiz. Mana endi yurtimiz tinchsan, osmonni mustaqil bo'lsin. Shunday tinchlikda O'zbekistonga ko'chmaymasin. Mana qarang, hamma uylarga, hamma joyga to'ylar, tomoshalar xursandchilik bo'lib o'tadi. Mana bugun kelgan ekan, mana xonadon bo'lgan kuni endi 60 yosh yaxshi buni asosan o'zini tarixidan olgani aytsak, yoshligidan maktab bitirishlar o'shanga borib darasxonada ishlab ko'p ko'rdi, o'sha yerda baxtini topdi, balasi bo'ldi. Allah mehnat qilib uyga oilaga do'stlar orttirdi. Mana bugungi kunda bir qiz bir o'g'ildan 4 ta nevarasi bor. Mana shu kunda mana shunday xursandchilik qilib oilalarni ko'tarib dasturxon yozib bir fotiha olib yaxshi niyatda kelgan bugun uzoq umrga sog'lomlik uchun oilalarni yaxshi kunlarni ko'rsin. Endi 60 deb hali yosh ko'p o'ylanib o'tirmay, 60 yosh kirchilagan vaqtda agar kerak bo'lsa bir qanday doira qilib 100 ta 500 ta isham tashlab beradi. Shunga qudrat yetadi, kuchi bor. Shuning uchun bu Ilhomga oilaviy sog'lik barcha orzularni amalga oshirsin. Har doim topgan yaxshi to'ylarga bersin. Yaxshi niyatlar aytdi, niyatlarga qo'shilamiz. To'ylarni ko'rsin. Hammalaring birgalashib shu dasturxonda o'tiringlar. 100 yoshga chiqib o'ynab kulaversin. Nima niyat qilamiz, meniki ham shu niyat. Sog' salomat o'ynab kulaversin. Rahmat. Negaki bugun to'y, tantana, shodiyona, nimaiki qilsak ham o'ynab ko'rsak, hazil-huzur qilsak, barchasi yarashadi. Endi azizlar, to'yimizning sababchisi bo'lgan aziz insonimizni qolaversa Ilhom akani juft halollari bilan davramiz to'riga, qalbimiz to'riga chorlaymiz. O'rnimizdan turamiz, qarsaklarni uramiz, DJlar qaydasiz muzikani qo'yamiz.
60 yosh muborak to'yin to'ylayotgan aziz insonni davraga chorlaymiz marhamat. Chiroyli musiqa sadolari ostida. Marhamat. Akamizning umri bundan-da chiroyli bo'lsin. Hamisha to'ylar bo'lsin, yaxshi niyatlar bo'lsin. Xonadoningizda yaxshi insonlarning chiroyli so'zlari hamisha shunday bo'laversin deb qolamiz azizlar. Yaxshi so'zlar bilan boshlaymiz. Ana shu to'yimiz yaxshi o'tsin. Chiroyli so'zlar aytamiz. Akamizning umri bundan-da chiroyli bo'lsin. Hamisha to'ylar bo'lsin, yaxshi niyatlar bo'lsin. Xonadoningizda yaxshi insonlarning chiroyli so'zlari hamisha shunday bo'laversin deb qolamiz azizlar. Endi marhamat, ana shunday aziz davrada ko'p mehmonlar kelishgan, yuragiga solib kelgan, qolganin paketga o'rab kelgan bir sarpolar bor ekan. Ota deymiz endi bugundan boshlab sizni Ilhom aka eringiz, Ilhom otamizga qolaversa, ana yangajonimiz, ana shu oilangiz bilan baxtli bo'ling. Sizlarga baxt tilaymiz, baxtdan taxt tilaymiz. Chiroyli sarpolar bor ekan, olib kelamizmi marhamat? Ana shu ko'p o'z to'ylari, 40 kokilli qizlari bor 100 oylari, shuning uchun o'zbegimning nomi butun. Mehnatgashdir, mehnatdan hech qochmaydilar. Yurtni ayvonini bezab turar ustunlari, non yopganda chiqib turar tutunlari, mehnatidan taxlangandir o'tinlari. Shuning uchun o'zbegimning nomi butun. Yayrovda suruv qo'ylari bor. Bugun emas erta uchun o'ylari bor. Karnay sirmay ado bo'lmas to'ylari bor. Shuning uchun musulmonning nomi butun. Sarpolar muborak bo'lsin, musiqani sal ko'taramiz. Bir chiroyli raqsga tushamiz, to'ylar muborak bo'lsin deb qo'yamiz. Qutlug' bo'lsin. Shu bilan marhamat. Hozir shu qadam bo'lsin-da, Bu yılda çene
Yaxshi niyatda boshlangan to'y davom etadi, yaxshilar. Davom etamiz. Yaxshi so'zlar bor, chiroyli so'zlar bor. Albatta qabul bo'lsin, duolar ijobat bo'lsin deymiz. Mulki borliq ichra bir mahal, ko'rkamgina olam yaralgan, bermoq uchun dunyoga sayqal, olam aro odam yaralgan. Shundan beri inson tinmayin, shu yer uzra ter to'kar hamon, to'yni go'zal qilgani sayin go'zal bo'lar o'zi ham inson. Tilak aytamiz, shirin so'zlar, yaxshi niyatlar bilan davra davom etadi. Vafo aka bor ekanlar davrada, Bahrom akalar. Ana shu aziz insonlardan ham bir yaxshi niyat eshitsak. Vafo aka bormisiz? Keling, marhamat. Bahrom aka sizlar ham keling. Ana shunday Abdullaylar xonadonida shodiyona tantana 60 yosh yubiley kelib yaxshi niyat bildiramiz derlarki, yaxshi niyat yarim davlat. Marhamat. Assalomu alaykum. Yaqinda mana Qarashondan kelgan mehmonlar, qishloqda shodoshlar, og'aylar, hammalari, Ilhomjonni mana bugun 60 yoshi, bu yoshlar hali yosh, yuzlagacha yursin, yaxshi kunlarda, hamisha to'y, yaxshi kunlarda uchrashaveraylik. Dunyomiz tinch bo'lsin. Topganlari hamisha to'y, yaxshi navaralarni, shevralarni ko'rib yursin. Shu bolalarning baxtini ko'rsin, hamisha o'ynab kulib yursin shu yerda. Murod qishlog'imizda yaxshi bir yigit bo'lib yursin. Assalomu alaykum. Yaqindagi mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun ukamiz Ilhomjonni 60 yil yubiley ekan. Menga uzoq umr, baxt, saodat, hamisha sog'lik tilayman. Nima niyat qilgansa niyatiga yetsin. Kelin bilan baxtli bo'lsin. Uni qatari bolalari ham baxtli bo'lsin. Hamisha topganlar to'yga yursin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Aziz insonlarga o'tiring, marhamat, o'tirishga ruxsat. Har bir insonning bu dunyoda o'z o'rni bor. O'tirgan o'rnimiz yo'qolmasin, o'tirgan o'rin sog'masin. To'ylar qutlug' bo'lsin, muborak bo'lsin. Tinch bo'lsa agar samo yering, boqqa chiqib gullar tering. Qo'shiq tinglayman deganlar san'atkorga navbat bering. Yoqimlashda qatlaymiz, dasturxonga qaraymiz, qo'shiq tinglaymiz azizlar. Marhamat. Mening bitta yutug'im katta, Alloh yolg'iz qo'ymagan yakka. Otamdayin mehribongina,
o'tib yursin yoshingiz. Tug'ilgan kun muborak akam, tug'ilgan kun muborak, shukrona kun muborak, akajonim mehribonim, tavallud kun muborak. Tug'ilgan kun
barchaga chiroyli raqs, chiroyli musiqa, sho'x-sho'x taronalar uchun rahmat, tashakkur barchaga. So'zlar, yaxshi niyatlar bilan davramiz davom etadi azizlar. Xudo bo'lishdan oldin sinash, xudo bo'lgandan keyin siylash degan. Kelinglar azizlar, sizlarning ruxsatlaringiz bilan mana shu Zarafshonda joydan kelgan xudolaringiz Davlat aka bor bo'lsa keling. Shular qatorida bir guruh mehmonlar, Eson aka yazinlari, Rahmatulloh jiyanlar marhamat qilasiz, davraga kelar ekansiz. Yaxshi niyat yarim davlat, qolganini Alloh bersin, ko'ngil butun bo'lsin. Keldik joyi boradi, kelib to'ldirdingiz, to'laylik, to'kilmaylik. To'ylar qutlug' bo'lsin, to'ylar muborak. Assalomu alaykum aziz mehmonlarimiz. Bugun xudomizning 60 yillik yubileysi. Allohim dard ko'rmasin, balo ko'rmasin. Doim davrlar shunday do'stlar qatorida bo'lsin. Hech qachon yomonlik bo'lmasin. Yurtimiz tinch bo'lsin, obod bo'lsin. Bolalarini, nevaralarni ko'rib, doim qo'shiqlari o'ynab kulib yursin. Eng yomon kunlar ana shunday o'yin qilganimiz. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. Avvalambor Ilhom aka sog' salomat bering doim. Men sizni shu o'zimni taniganimdan beri men sizni bilaman-da. Kichkina kudak edim, siz o'sha paytda Zarafshonga o'qishga keldingiz. Bizni uyda yashab, menga qarab, Sadiqqa borib olib kelib, umringizda 3 dan 2 qismi Zarafshonda o'tdi-da. O'sha yerda ishladingiz, jamiyatga, mana davlatimizga, korxonamizga katta hissa qo'shgansiz-da. Shu otamdan, onamdan sizni hurmat, izzat qilish menga meros qolgan. Juda ham sizni hurmat qilishardi, men ham shu. Ilhom aka desak, doim sizni juda ham yaqin ko'raman-da o'zimga. Hech qachon charchamang. Qayg'u ham hech qachon sizni yengmasin ekan. Dimog'ingiz doim chog' bo'lsin. Nevaralaringizni, farzandlaringizni, kamolini, huzurini ko'rib yuring aka doim. Yaqinlaringiz, mayda shu o'tirgan og'aynilarimiz, hammasi sog' salomat yursin yoningizda. Shu keyin ham yangam bilan qo'sha qarib, xursand bo'lib yuringlar doim. Neki rejalaringiz bo'lsa, hammasi ro'yobga chiqsin ekan. Tabriklayman. Sog' bo'ling. Rahmat. Ana bugun kompaniyamizning 10 yosh yubileyi bo'lyapti. 10 yoshli bo'lsin, muborak bo'lsin. Kelmini baxtli bo'l. Menga sog' salomat tilayman. Yaningizda bo'lsin, sog' bo'ling. Uyda puli bering. Bunday yoshlarga bitkazib bering. Sizlarga ham kelib quvontirdingiz, quvonch sizlarga ham sherik bo'lsin. Uylaringizda to'ylar bo'lsin, borib barcha xizmatda bo'lsin. Oltinga teng vaqtlaringizni kelib ayamay to'yimizga baraka, fayz kiritdingiz. Rahmat, tashakkur. Tabriklar, yaxshi niyatlar sahifasini davom ettirgan holda Dilorom opa singillari ekan, Ilhom akamizning singlisi boshchiligidagi bir guruh mehmonlar, singillar, kuyovlari bilan ekanlar. Marhamat, Mayram yanga, To'lqin aka, Dilorom opa keling. To'lqin aka keling. Mayram opa, qaydasiz? Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun akamning 60 yoshi ekan. Tabriklayman. Uzoq umr ko'ring. Yangam bilan baxtli bo'ling. Navara ibarali bo'lib yuringda. Hech qachon qarimang, yosh bo'lib yuring faqat. Ilhom aka yubileylar muborak bo'lsin. 60 yosh bo'lsa nasib bo'lsa, endi 70, 80, 90 yoshlarda ham birga o'tirish nasib bo'lsin. Sog' bo'lsin, sog' bo'ling doim. Yangam bilan qo'sha qaranglar. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, xudolar. Nima deyman? Yubileyga yubiley bilan tabriklaymiz. Boshimizga sog' bo'lsin. Bolalarni, nabiralarni, nima deyman? O'shalarni baxtini ko'rib yuraversin-da. Xudochiligimiz mengilchilik bo'lsin. Yana bir bor tabriklayman, 100 ga kir. Assalomu alaykum. Uzoq yaqinlardan kelgan do'stlar. Mana akamni 60 yoshlari, yangamni 60 yoshlari tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman. Yuzga chiqdilar. Bolalar ovqatini ko'rib, boshimizga sog' bo'lsinlar.
Tabriklayman aka. Yangam. Sağ bo'ling, suyangan tog'imiz bo'lib yuring. Sozgina ma'noli mantiqli gaplar uchun tabriklaymiz, qutlaymiz. Umringizga umr bersin Alloh. Ana shunday o'ynab kulib yuravering. Sizni shu kunga yetganingizga ilhom aka qilib yurgan yangamiz ham omon bo'lsin. Vaqtingizga Mohira opamiz. Umrlaringiz uzun, davlatingiz huzun, boshlaringiz omon, yo'llaringiz ravon, mushkullaringiz oson bo'lsin, to'ydan qo'ymasin. To'y qutlug' bo'lsin, muborak bo'lsin. Musiqani bo'shatmaymizda yana qo'shiq tinglaymiz, DJlardan iltimos qilamiz. Yaxshi qo'shiqlar, yaxshi taronalar, yoqimli ishtaha tilagan holda qo'shiq tinglaymiz azizlar. Hey
tashakkur izhor etaman sizlarga ham, raqslarga shifro maylab, chiroyli, go'zal, juda zo'r bo'lyapti, ko'z tegmasin. Ana shunday ozbirchilikda bo'lgan to'y tarqamas, ko'pning aytgani ko'l degan duolar ijobat bo'lsin, niyatlar, yaxshi tilaklar vojib bo'lsin deb qolamiz. Davramiz yaxshi niyat so'zlar bilan davom etadi. Ko'zlarimiz ko'rib tursa, yuzlarimiz kulib tursa, yuragimiz xotirjam bir maromda urib tursa, shuning o'zi ekan baxt. Eng birinchi qoida sog'liging bo'lsin joyida. Keraga ekan sog'lik, barchasi shunga bog'liq. Insoniyat uylar qursin, qo'ra to'la qo'ylar qilsin. Yaxshi niyat yarim davlat, dang'illama to'ylar qilsin. Har kun topganin to'yga qo'ysin. Qo'y qo'chqorlar so'yilsin. Ana shunday davralarga qo'yilsin. Tilaklar yana bir bor aytamiz, ijobat bo'lsin. To'ylar qutlug' bo'lsin deya davramizga taklif etamiz. Mohira opamizning singiljonlari Dilfuza opa o'zbek tili adabiyotidan vaqtida dars berar ekan, hozirdan nafaqada. Ana shunday mehr ulashuvchi, ziyo ulashuvchi ustoz, murabbiy davraga keling. Zarafshondan kelgan aziz mehmonimizni davramiz to'riga, qalbimiz qo'riga, mikrofon qarshisiga chorlab qolamiz. Dilfuza opa keling, qaytasiz. Ana shu otaxonga mana muborak yoshga to'libdilar. 60 yosh muborak. 70 ga yeting, 80 dan sakrab, 90 bilan to'qnashing, 100 bilan yuzlashganda ana shu aziz insonlar barchamiz kelib xizmatda bo'lish nasib aylasin. Marhamat. Hop, qo'shaloq to'y, yolg'izlik Allohga yarashgan. Juft-juft gapiramiz. Qizlari Orzugul ham davramizda mehmon ekanlar. She'rlar yodlab, qasidalar o'tib, davraga shu kunlarni armon etib, mana bugun armon niyatga yetyapsiz. Keling, Orzugul, marhamat. Haydasiz, keling marhamat. Gapiraverar ekansizlar, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, quda-andalar. Mana bugun Abdullayevlar xonadonida katta tantana, yaznam bo'lmish, eng katta yaznam, eng любимый yaznam, Ilhom yaznamni bugun 60 yosh yubileylari. Shu fursatdan foydalanib yaznamga sog'lik, salomatlik, uzoq umr tilayman. Opam bilan qo'sha qarib, qolgan umrini ham shunday baxtli o'tkazib, yaxshi o'tkazib, bola chaqa, navira, aviralar qurshovida bo'lib, doim uyi shunday to'la mehmon bo'lsin, doim dasturxonlari ochiq bo'lsin. Doim shu og'ayinlar, yaqin qarindoshlar atrofida hayoti mazmunli o'tsin, bundan-da mazmunli o'tsin. Hammalaringga shu yaznamni hurmat qilib kelganlaringiz uchun kattadan katta rahmatlar aytaman. Hammalaring sog' omon bo'linglar, uylaringda doim yaxshi kunlar bo'lsin, bola chaqalaring, ota-onalaring sog' omon bo'lsin. Rahmat, xush kelibsan. Kelib xursand qildingiz. Eng ezgu sovg'a bu qadam ranjida qilishingiz. Ikkinchisi chin dildan aytilgan yaxshi niyat. Rahmat, ana shunday obro' e'tiborda bo'ling, el ardog'idagi inson, rahmat aytamiz. Chiroyli so'zlar, yaxshi niyatlar uchun. O'tiramiz. O'tirishga ruxsat, marhamat. Taomlar tortilmoqda, yoqimli ishtaha tilaymiz. Yana bir bora kaboblar, ana shu issiqlarning jarangi, shashlik, palov, barchasi qovurdoq, besh barmoqlar sizlar uchun. Yana san'atkorlarga navbat beramiz. Qo'shiq tinglaymiz azizlar. Rahmat aytamiz, tashakkur izhor etamiz. Yuking yerda qolmaydi, qatoringda nor bo'lsa. Aro yo'lda qolmaysan, do'st yoring bor bo'lsa. Birovga qaram bo'lmaysan, kasb-koring bor bo'lsa. Kunda bayram shodiyona, Tangri madadkor bo'lsa. Vatan madhini so'rab, ertayu kech dod ayla. Farzandlar baxtini so'rab, nolayu faryod ayla. Shunday aziz damlarda o'tganlarni yod ayla. Inson noming o'chmaydi, o'g'il qizing bor bo'lsa. Hisobini bilmasang, tijorating mo'l bo'lmas. O'ylamasdan qo'yilgan qadamlaring yo'l bo'lmas. Ushlaganing pul bo'lmas, hidlaganing gul bo'lmas. Ayollaring tul bo'lmas, o'g'lonlaring qul bo'lmas. Hukmdor hushyor bo'lsa. Tangri o'zi bermasa, zar bersang-da bor bo'lmas. Tangri aziz tutganlar ikki dunyo xor bo'lmas. Ishlari bekor bo'lmas,
yo'q joydan bemor bo'lmas, bemori behol bo'lmas, yomonlarga zor bo'lmas, yaxshilarga xor bo'lmas. Tangri o'zi qo'llasa, yaratganning o'zi duoda bo'lsak, vatanimiz obod, yurtimiz ozod, ko'nglimiz tinch, osmonimiz musaffo. Ana shunday to'y shodiyona el yurt O'zbekistonda bor bo'lsa deya Xudojonlar kelibdi, marhamat qilib. Ana shu Siroj aka Xudojonlari davramizda mehmon ekanlar. Kelinglar sizlarning ruxsatlaringiz ila ana shu aziz insondan chiroyli, yaxshi, xush kayfiyat, fayzli bir so'z eshitib qolamiz. Chiroyli bir guldiroz qarsak bo'lsa ana shu aziz insonimizga. Marhamat. To'qincha rahmat so'z berganing uchun. Sani esimdan chiqdi deb o'yladim birozda. Uzr iltimos. Assalomu alaykum hurmatli xudolar. Mana bugun Xudomizni yubileyi ekan. Xudomizni aziz Xudomizni yubileyi ekan. Shu insonni ham borki, baxt tilayman. Har doim shu bola chaqasining boshiga xudochilik, mingchilik bo'lsin. Ana shu xudolarimning baxtli bo'lsin, qizim baxtli bo'lsin, kiyomini. Rahmat xudog'aylarimga, hurmatiga besh ketaman bularni. Mana shu Ilhomjon Xudom yuzga kelsin. Xudog'ayimni hurmatini beraman. Xudog'ayimni arvohi shod bo'lsin. Ana shu ukalarimni, Sheralini hurmatli bor, ana ukamni, valini arvohlari shod bo'lsin, ukamimizni, Xudomizni. Dunyomiz turgancha tursin. Har doim shu xonadonda yaxshi kunlar bo'lsin. Hech bunda kasal bo'lmasin. Xudomiz sog' salomat, Xudog'ayimni baxtli bo'lsin. Bolalarim boshiga sog' bo'lsin. Rahmat so'z bergan uchun to'lqin rahmat. Rahmat. Bitta muzika bo'lsin. Sizga ham rahmat, tashakkur izhor etamiz. Hozir DJ-lardan iltimos qilamiz. Yaxshi musiqalar bo'ladi albatta. Bitta muzika. Sen
Dostlarımız dep danışqana ikkimiz Sezmedi sevgiga aylanışını köksümüz Bir yere gitsen gözlerimni men yaşladı Günde görsem hem yine sağınıp men başladım Dost olamız dep danışqana ikkimiz Sezmedi sevgiga aylanışını köksümüz Bir yere gitsen gözlerimni men yaşladı Günde görsem hem yine sağınıp men başladım Bir xuda söksün, əgələdi böpsün, əgərdə Rəncimə məndən, rəncimə məndən, rəncimə Bellerinden uçtum hayacanlanıp Xafa bolup gitti arkasına aylanıp Ki vah bu ne sevgi yanama Günden güne ben şunu oylap sonaman Ah bu ne sevgi vah bu ne sevgi yanama Günden güne ben şunu oylap sonaman Bir xuda söksün, əgələdi böpsün, əgərdə Rəncimə məndən, rəncimə məndən, rəncimə Bir xuda söksün, əgələdi böpsün, əgərdə Rəncimə məndən, əgələdi böpsün, əgərdə Rəncimə məndən, rəncimə məndən, rəncimə Rəncimə məndən, rəncimə məndən, rəncimə Ne buldu takdirler kara Yara 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 Sevmedim bu yola yara Bir hikayem var cüda kaybol Aşkar etsem mi ya etmesem mi Yılaydı kongil ağrıydı yürek Bunu etsem mi ya etmesem mi Bayga bakıp bayıp kaldı mı deli Lalarga to'lib qoldimi bo'ling Madalab qillar ekan odamga Xiyonat qilganda asmagan ko'ngling Hey buxoroy hofizam zavur akim ustozam Buxoroy hofizam zavur akim ustozam Da vaqti ham so'ng'oshan surutda ham ro'qmoshan Da vaqti ham so'ng'oshan surutda ham ro'qmoshan Manchada jonam, hofiz bu kimda jonam Manchada jonam, hofiz bu kimda jonam Mavrigi bu xoroye, xori manchada jonam Mavrigi bu xoroye, xori manchada jonam Hey, choy bu xoro Shkan bo'zi shavat, amma xona ro'zi shavat Shkan bo'zi shavat, amma xona ro'zi shavat Çoğmayı zardözü şavat kurtoyup var dözü şavat Çoğmayı zardözü şavat kurtoyup var dözü şavat Bachchoy sho'xi shamol, duxtarcha sohib jamol Bachchoy sho'xi shamol, duxtarcha sohib jamol Bobo çoy taychangi, bibi çoy qaşangi Bobo çoy taychangi, bibi çoy qaşangi Kelincha xo'p basanda, domocha xo'g'iranda Kelincha xo'p basanda,
tashakkur, rahmat izhor etamiz. O'rtaga chiqib biroz aylab barchani xushnud qilgan aziz insonlar. Ko'nglingiz hamisha xushnud bo'lsin. Chiroyli so'zlar bilan davramiz davom etar ekan. Farzandi zurriyotlari qolaversa kuyovlari davraga keladilar, taklif etamiz. Orzugul bormisiz qizlari? Kuyovi Umidjon, keling marhamat. Mana shu otalaringizga, onalaringizga yaxshi niyatda kelgan so'zlar bilan ko'ngillariga jo aylab bugungi kunni mana shunday kutib kelgan ekanlar. Chiroyli so'zlar bilan, yaxshi niyatlar bilan davraga taklif etamiz ana shunday aziz qizlar hamda kuyovlarini. Marhamat. Keling aziz insonlar, keling aziz mehmonlar, qizlari Orzugul, kuyovlari Umidjon, onajonimiz kelyaptilar. Marhamat, siz ham keling, davrani to'ldiring, yaxshi niyat bildiring. O'sha dadajoningizga, onajoningizga, davra ahliga bo'lgan so'zlaringizni eshitsak. Marhamat. Assalomu alaykum. Davramizga o'tirgan mehmonlar, mezbonlar. Mana shu kun Xudomizning tug'ilgan kunlari ekan. 60 yoshlari muborak bo'lsin. 100 yoshga kirganingizda mana shunday davramiz to'liq, bo'yiga ham, eniga ham ko'paysin. Nevaralar sog' bo'lsin. Hammani baxtiga, Xudoning baxtiga doim sog' bo'lib yuring. Bolalarimizda yaxshi kunlar doim uyimizda to'rida, davramizda boshida bosh bo'lib o'tiring. Sizga sog'lik, salomatlik tilayman. Yaxshi kunlarda doim birga bo'ling. Kelibsizlar. Dadam bilan onamni umrlari uzoq bo'lsin. Doim boshimizga sog'-omon bo'lsin. Hech qachon kasal bo'lmasin. Bu yoshlarni ko'pini ko'ring. Davramiz keng bo'lsin. Hammalaringizga xush kelibsizlar. Rahmat. Ko'z yoshlar faqat quvonchli damlarda, zafar onlarda, muvaffaqiyatga erishgan kunlarda, to'ylarda bo'lsin. Omonda yuraylik, boshimiz omon bo'lsin. Shirindan shakar tortlar, og'izni shirin qilamiz. Ana shu umrlaringiz shirin bo'lsin deb, bundan keyingi hayotingiz bolday bo'lsin deb farzandlaringiz tort olib kelishibdi. Marhamat, o'rtaga olib kelib, shoxlar, tarelkalar, vilkalar xizmatda bo'lar ekan. Olib kelamiz. Menjaylar chiroyli. Tabriklaymiz, tabriklaymiz, tabriklaymiz. 60 yoshni yana 10 tasini ko'ring deb niyat qilamiz. Ana shu nevara ardog'idan bo'ling. Ana shu farzand zurriyotlar va izimiz, ko'rib turgan ko'zimiz, bu nihollar, mevalar, farzandlar danagidan mag'zi shirin deydi, ha? Xo'p, tortlarni ulashamiz, ha? Ko'rsatib, marhamat. И миллион ночей и дней. С днем рождения, любви до головокружения, чумового настроения и самых преданных друзей. Телеграммы летят в окно, пусть порой не всегда весло. Не печалься и не жалей, будет много светлых дней. Со свечами и шампанское подало. Сколько дней. С днем рождения, любви до головокружения, чумового настроения и самых преданных друзей. С днем рождения, успеха, радости, везения, любых желаний исполнения. Dadajonim parvonim biringiz davlatim, biringiz jannatim, tugamassiz uchun aytilar rahmatim. Biz uchun haromda, quvonchga to'yingda, 80-90da
aytmayın Varımı bereyman Ko'pi berkalayman Siz uchun bugun shu qadam kuylayman Dadajonim mani Onajonim mani Olamda ikkingiz yagonam mani Dadajonim ko'ringlar meni ham davrimda bir o'ynab kuringlar Mehrli ko'zingiz duoda so'zingiz siz sabab shu kunga keldi-da o'g'lingiz Dadajonim suyanaman doim akam bor jonini ham berar menga bildim mehribonim tog'im akam bor kiyimlarini kiyib katta bo'ldim suyanaman doim akam bor jonini ham berar menga bildim mehribonim tog'im akam bor akam akam jonim akam mehribonim akam o'zimni akam jonim akam quvontirar ikki ko'zimni akam akam jonim akam quvontirar ikki ko'zimni jonim akam mehribonim akam o'zimni akam akam jonim akam akam jonim akam mehribonim akam o'zimni akam akam jonim akam quvontirar ikki ko'zimni akam akam jonim akam mehribonim akam o'zimni akam akam jonim akam quvontirar ikki ko'zimni akam akam jonim akam mehribonim akam o'zimni akam akam jonim akam akam o'zimni akam akam jonim akam quvontirar ikki ko'zimni akam akam jonim akam mehribonim akam o'zimni akam akam jonim akam quvontirar ikki ko'zimni Kelinglar aziz mehmonlar. Marhamat, chiroyli g'ildirak qarsaklar bilan mikrofon qarshisiga chorlaymiz. Keling, marhamat. Ularga 4 kun edi. Yangamdan tabriklaymiz. Ilhom akamdan tabriklaymiz. Hayot qaynimiz haq beramiz deb yurganda, davolalik bo'lgandik. Uni ham qo'shib olyapti. 3 ta to'y tantana. Xush kelibsizlar.
Ilhom aka yuzlarga kirib yuring, yangam bilan yaxshi yashang, bola chaqani huzurini ko'ring, yaxshi kunlarda, to'ylarda uchrashib o'tiraylik. Yaxshi kunlarimiz abadiy bo'lsin. Hurmatli mehmonlarga, qadamlaringizga hasonat deymiz, xush kelibsizlar deymiz. Yana tug'ilgan bo'lganlar bo'lsa aytib qo'yinglar zararni. To'ylarni o'tkazamiz 100 mingga, 150 mingga. Estafetani Qodir bojaga berib yuboramiz. Inson boja o'tib ketdi, ana pensiya o'tib ketdi, ham nima ham o'tib ketdi. Esdan chiqib ketdi inson boja. Arvohlar qo'llasin, qo'llar madadkor bo'lsin. Hamma vaqt to'ylarda yaxshilar uchrashaylik. 100 yoshlarga kiring aka. Bunday kutmagandim sizni shunday. Chiqishga bittada pivo bo'lsin aka. Bittada qo'y bo'lsin. Yana bir bor tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin-da. Faqat yaxshi kunlar bo'lsin. Tabriklaymiz. Ayt. Kelin ayt kelin. Akam ayt. Hammangizga xush kelibsizlar. Davramiz davom etadi. Muzikali pauzaga nima beramiz? To'lqinni normalisi sanda. Men ayt. Bu ham to'lqinda normalisi shu. Men davay. Rahmat To'lqin aka. Chiroyli musiqalar, sho'x-sho'x taronalar bo'ladi. Hozir ruxsat beramiz davraga. انا مش بشرب طلبت عصير ما انا مش بشرب ما طلعش عصير انا كده بشرب مش شايف عصافير Agar mana shularni tanlasak yomon bo'lmaydi. Menga ham yoqdi. Просто ideyasi zo'r. Bitta aytib ko'rish kerak. Balki o'xshab Tashakkur so'ratamiz yana bir bora. Endi azizlar, diqqat qilamiz, tinchlanamiz. Dasturxon hurmati, tuzumnon hurmati, ana shu xonadon, to'yxona, o'zimiz hurmatimizga bir chaqingina bir fotiha olamiz. Bugun sizlarning xizmatlaringizda, qo'llarda kamera, yaxshi kunlarning izi o'chmaydi sira, shirin shakar damlardan sizga xotira, Bigalo studio hamda farzandi zurriyotlari Diyorjonlar mana bugun xizmatda bo'ldi. To'yxona ma'muriyatiga, mana shu muassasa xodimlariga, ofisant ukalarimiz, singillarimizga, ana shu admin qolaversa administrator ana shunday chiroyli sharoit yaratib bergan mana shu ma'muriyatga, organizatsiyaga juda ko'p tashakkur, rahmatlar izhor etib qolamiz. To'lqin deb atalmish farzandlaringiz Sho'rko'lda tug'ilgan aziz inson to'ylaringizga kelib yaxshi tilaklar aytdi. Qo'lida mana mikrofon, nasib bo'lsa yaxshi kunlarda ana shu To'lqinjon boshliq Begali do'stlarimiz yaxshi kunlarda xizmatda bo'lish nasib ro'z aylasin deymizda. Tuzumnon hurmati, dasturxon hurmati, bir chiroyli fotiha olamiz, keyin davramiz davom etadi. Marhamat. Amin. Dunyomiz tinch bo'lsin, topganlar to'ylayversin. Mana Ilhomjonda bugungi yubiley to'yi ekan, bu yubiley to'ylarni nasib bo'lsa ko'paytirib, ko'proq bo'lib uni navra to'ylariga, nevra to'ylariga nasib etsin. Mana hammamiz Xudoga ming qatla shukr. Dunyomiz tinch. Shu tinchlikda orqasida mana o'tiribmiz. Shu dunyomiz hamisha tinch bo'lsin. Bachalarimning boshiga prezidentimiz omon bo'lsin.
bu bolalarim omon bo'lsin, mana Ilhomjon ham nima bo'lsin, sog'. Amin. Yuzlarga chiqing, yuzlarga. Aytdim-ku, 10 marta aytdim yuzlarga. Jiyanim aytyapti 10. Rahmat sizlarga ham, rahmat, tashakkur izhor etamiz. Duolar ijobat bo'lsin. Yaxshi niyatda qo'yilgan dasturxon yana yig'ilmaydi, davom etadi. Sho'x-sho'x qo'shiqlar, chiroyli sho'x taronalar bilan davramiz davom etadi. Marhamat.